Assalomu alaykum YouTube ahli. Yaxshimisizlar, salomatmisizlar? Mana sizlar uchun xudo xolasa bitta yaxshi kontentni boshlaganman. Ko'rib turganingizdek Jako'lar. Xullas, Optim qush boqadigan akamizning xonadonlariga kelamiz. Bu joyda birin-ketin ko'rib boraverasizlar. Qimmat qushlarni har xillaridan kelgan ekan. Eng qiziq joyi do'stlar, shu podpisatsiya bosib, galichkani yoqib qo'yinglar. Shunaqa qimmat ma'lumotlarni ko'rib borasizlar. YouTube kanalimizga xush kelibsizlar endi kelganlar. Mana endi sizlar bilan birgalikda shu joyda obzorini qilishni boshladik. Afsamaljon aka, hormang, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling aka, xush kelibsiz. Charchamayapsizmi aka? Rahmat aka, Xudoga shukr. Chiroyli qilib qushlarni boqyapsiz ekan. Qapaslarni ham keltirib qo'yibsiz aka. Sharoit zo'r ekan. Bir qator qushlarni o'zingiz tanishtirib borsangiz zo'r bo'ladi. Mana kiringchi, mana tanishtiramiz bir vositadan Xudo xolasa. Qayerdan boshlaymiz endi Afsamaljon aka? Ha, bir vositadan boshlayveramiz. Mana Jako paramizdan boshlayveramiz. Mana bu Jako paramiz ishlagan 5-6 yoshli qush, Xudo xolasa aniq ishlab bola bergan. Qo'l ruchnoy, gaplari ham bor, gapiradi. Ha, gapiradi bular. Gapiradi, qo'l ruchnoy qushlarimiz. Bular narxi qana bo'lyapti endi aka? Ular narxi $1800 kelishtirib beramiz, Xudo xolasa. Juda ham chiroyli. Aka, necha yildan beri bu sohadasiz? 5 yildan beri bash sohaga kirganmiz. Imkon qadar ishqibozlarga arzonroq yetkazib berishda harakat etamiz. Xudo xolasa yaxshi qushlarni O'zbekistondagi ishqibozlar uchun yaxshi qushlarni yetkazib berib, ta'mirlab, ishqibozlarni ko'paytirish maqsad, narxlarni imkon qadar arzonlashtirib berib, ishqibozlarni qushli qilish maqsad, yaxshi qush bilan ta'mirlash. Bular qanaqa bo'lyapti aka? Bular blagorodniy qushlarimiz, rabochiy qushlar. Xudo xolasa, bu ham ishonchli bola bergan yaxshi qush bu ham. Boqqon ham baraka topadigan, hozir ham harakat qilib turgan qushlarimiz. Buni ham narxi $1800 kelishtirib beramiz. Kelishadigan joy bor. Ancha kelishtirib beramiz, Xudo xolasa. Tushunarli. Aka, bu qushlarga donlari qana bo'ladi, nimalar beriladi? Donlari semichka, tariq, masqat, suli, mevalarni har xil meva nima bersa yeydi. Juda beozor qushlar. Mana bu yerda ham loriket degan qushlarimiz bor. Bularda ham denka qog'ozlari bor. Narmudaligini faqat denka qog'oz bo'yicha ajratilinadi. Bola bergan, juda o'yinqaroq qush, odamdan qo'rqmaydi. Juda chiroyli, tabiatda ham o'zi shunaqa odamdan qo'rqmaydigan qush bu o'zi, tabiatan. Juda yaxshi qushlar. Bular narxlar qana bo'lyapti? Bular narxi $800 dan kelishtirib beramiz bularni ham. Tushunarli. Video davomida do'stlar, sizlar hali zo'r qushlarga guvoh bo'lasizlar. Mana bu yerda razellamiz bor. Yosh maladoydan tayyor bo'lgan, hozirgi kunda tayyor, bola berishga, ishlashga tayyor qushlar. Bir jup lutina razellamiz bor, tayyor. Jup tushgan, bir jup krasniy. Bular juda krasniylarning juda sifati zo'r basu, lekin narxi ham o'shanga yarasha arzon qilib beramiz. Qanchadan aka narxlar? Lutinamiz $150 kelishtirib beramiz. Krasniyimiz $130. Buni ham arzonroq beramiz, Xudo xolasa. Tushunarli. Yonidagini men aka bilaman nomini, aytmasangiz ham Aleksandrskiy. Aleksandrskiy, bu ham rabochiy bola bergan. O'zimizga ishonchli mesniy qush, ko'paygan, Xudo xolasa o'zimizda ishlagan. Yaxshi qush, o'yin odam Xudo xolasa baraka topadigan, hozir ham ishlashga tayyor. Narxi qanaqa Aleksandrskiy? Narxi $700 qilib beramiz mashinasini, Xudo xolasa. Xo'p, endi bu tomonga keladigan bo'lsa, bu tomonimizda anjirellani yana bir turi bor. Xudo xolasa yangi para, ishlashga tayyor bo'lib turgan ochiq galibo'y paralarimiz. Ishlab bola bergan, ko'paygan bu oldin. Addenli ishlab bola bergan. Hozirgi paytda bularni yangi juft qilganmiz. Juftga ko'payishga tayyor bo'lib turgan qushlar bular. Bular narxi qancha? $600 ga qilib beramiz buni. Aka, hozir mana narxlar aytilyapti, kelishtiradigan joylar bor. Xudo xolasa kelishtirib beramiz. Qo'ldan kelgancha. Dastavkalar qana bo'ladi? Dastavka butun O'zbekiston bo'ylab, Qirg'iziston, Tojikiston bo'ylab qilib beramiz dastavkasini, Xudo xolasa. Bular ham Aleksandrskiy, yangi para bu ham. Modasi yoshroq, nari, lekin ishlab bola bergan, yaxshi para bular ham. Bular narxi qancha narsajon aka? Bular $600 qilib beramiz narxini. Bu chekkada ham Jako paramiz bor, bu ham ishlab bola bergan. Baqir-chaqir qilmaydiganlar, yaxshi Xudo xolasa. Juda yuvosh qushlar bular. Ishlab bola bergan bu ham. Buni aka haligida aytdingiz-ku,
yaxshisi bo'ladi, dikisi bo'ladi dedingiz. Ha, pol ruchnoy bo'ladi, dikisi bo'ladi. Bular pol ruchnoy hisoblanadi. Baqir-chaqir qilmaydi, odamdan qo'rqmaydi. Narmudalik haqida dengi qog'ozlari bor. Dengi qog'ozlari bilan beramiz bularni. Xudo xolasa, zoti bor, kattaroq razmerdagisi, kichikroq razmerdagisi. Bular katta razmerdagi jakolar, kangi zotli jakolar deyiladi bular. Nechta bular narxi aka? Bular $1800. Buni ham kelishtirib beramiz, arzonroq qilib beramiz, xudo xolasa. Bular ham kangi zotlar, bitta orasida dikiylari bor, gapiradigan pol ruchnoylari bor. Razmerlari juda katta, yirik, kangi zotlar bular. Buni zoti demak har xil bo'lar ekan-da. Hozir batga qo'yib yuborganimiz sababi damga chiqqan jakolar denka bo'yicha narmodasini asosan jupini ajratib olib olamiz. Tushunarli aka. Bular qancha narx berasizda? Bularda ham 1700 ligi bor, 1600 ligi bor, ichida 1800 ligi bor. Shunaqa holatiga qarab. Lekin hammasi bir xil qush, tulagani bor, tulamagani bor. Shunaqasida narxida ozgina rol o'ynaydi. Ozgina tafovut bo'lib turadi. Ha, shunaqa. Tushunarli aka. Ana endi yana boshqacha turdagi qushlarni ko'rsatib boraveramiz. Bu yerda Aleksandrskiyimizda arzonchiroq variantlari bor. Endi dumi singan, boshqa bo'lgan, yulib yuborganmiz. Chiqyapti. Bu yerda ruchnoylari ham bor, mana. Bular narxlar qanaqa aka? Ruchnoyimizni sotganmiz. Bu qanot kesilgan, uchib ketmasligi uchun bu ruchnoyni. Qo'l ruchnoy hozirgi kunda qo'lda yuradi. Bunisini sotdik $300 ga ruchnoyni. Paralari bor, $500 bor, $700 bor. Holatiga qarab qilib beramiz, kelishtirib, xudo xolasa. Qadrdonlar qushlar hali tugagani yo'q, yana har xillaridan bor ekanda. Xudo mana optim aka. Optim bizda eng optim, xudo xolasa atrofdan ko'ra arzonroq qilib beramiz, kelishtirib. Mana bu yerda voyenniy anjirellamiz bor. Ishlab bola bergan qush. Yilni hisobidan bolalagan, hozir tulovda. Bu ham yaxshi qush. Narxi $400 buni. Keyingi qafasga o'tib ekanmiz, qadrdonlar. Aytdimiz sizlarga, xudo xolasa qushlar hali serob ekan, har xillaridan olib kelib qo'yganlar ekanmiz. Bemalol aloqaga chiqib, yoqib qolganini shunday aytsanglar, kelishtirib berar ekan narxlarni. Bular qanaqa desam, bular oq anjirella ishlab bola bergan qush, bil ishlamadi hali. Hozirgi paytda ishlashga tayyor bo'lib turgan, juda yirigi. Aniq narmoda ishonchli. Bular narxi $1000. Buni xohlovchilar uchun arzonroq varianti ham bor, yangi paralar. Ularni ham ko'rsatamiz video davomida. Siz aytganlar mana ularmi yo bundan keyingi bu ham $1000 para, bu ham bola bergan, hozir tulovda. Lekin yaqin kunlarda tulov yetib ishlashga harakat qilib turgan qush bu. Hozirgi oqdan-da bu ham. O'sha oq bilan bir xil. Bu anjirella fioletovysi. Rangi ham boshqacha bo'lar ekan. O'tgan yil ishlagan, yillik hisobidan hali ishlamagan. Buni narxi $1,500 kelishtirib beramiz buni ham. Aka, ruchnoy deyapsiz-ku, qancha vaqt ketadi bu ruchnoy qilishlikka? Ruchnoy qilishlikka asosan shu kashada boqiladi. Kashada 3 oy, 2 oy har xil holatda donga tushadi. 15 kunlik jo'zasini 15 kun, 20 kunligida olinadi ruchnoy qilish uchun. Ruchnoy qilishlik uchun. Bular o'sha anjirella yangi yosh paralarimiz, denka qog'ozlari bor, narmodaligida, shu arzonroq varianti. $800, $700 shunaqa kelishtirib qilib beramiz, xudo xolasa ularni. Ehtiyot masalan sotib olingandan keyin birorta o'rgatilish kerak bo'ladigan joylar bo'lsa, ma'lumotlar beramiz, xudo xolasa. Ma'lumotlar, don nima yeydi, nima berish kerak, qanaqa boqish kerak, ma'lumotlarni beramiz. Agar ko'paytiraman deganlar bo'lsa, unga ham tushuntirib beraverasiz. Tushuntirib beramiz. Qo'ldan kelgancha harakat qilamiz, xudo xolasa. Bular qanaqa aka? Bitta bir juft fioletovyimiz bor, ishlagan, bola bergan qush. Hozir tulovda, ishlagan qush. Buni ham narxi $1,500. Bir yil ishlamaydi lekin, keyingi yil ishlaydi bu qushlar. Bir yil ishlab bo'ldi. Bitta bir juft sarig'imiz bor. Bir juft sarig'imizning narxi $800. Bir yil ishlamagan, tayyor paralar. Nari kerak bo'lsa, addenni ham sotaveramiz. Bular ham hammasi ishonchli qushlar, xudo xolasa. Mana endi oxirida bular anjirella prostoyda 2 yoshlilari.
keyingi yilga tayyor bo'ladi. Hozirgi kunda boqishib, harakat qilib ishlashga harakat qilyapti-yu, lekin bu yil ishlamasligi aniq. Nallari kalsiy solmagan, lekin mo'nalari tayyor bo'lgan. Keyingi yil ishlaydi, xudo xolasa. 2 yoshli qushlar. Bitta asosan. Nechgacha deysiz aka? Ularda optim hammasini olamiz deganga $80 qilib beramiz. Bir donadan so'raganlarga $90 shunaqa qilib beramiz. Bo'ldi, tushunarli. Qadrdonlar, hozir mana ko'rib turganimizdek, hamma yo'qda akkuratlik qilib qo'yganlar. Mana unisi hozir Jako gapiryapti. Hozir aka debdi orada. Bitta Jako tuxum qo'ygan parasi bor, ishonchli para. Mana tuxumni bosib yotibdi, xudo xolasa. Buni ham sotib olsak ham bo'ladi. Tuxum bilan ham sotaveramiz. Dublonkasi, xohlovchilar uchun qafasi bilan ham sotaveramiz. Qushni narxi $2,500, tuxum o'sha dublonkasi bilan qafasini $200 ga berib yuboramiz. Xohlovchilar uchun. Bu pastdagilarichi? Pastdagini $1,800 qilib beramiz. Bola bergan qush hozir damda. Damda, tushunarli aka. Bu yerda prostoy anjirellarimiz bor. Bu ko'rib turganingiz prostoy anjirellar ishlab bola bergan qush, hozirgi paytda ishlashga tayyor, harakat qilib turgan qush. Bunisini $230 qilib beramiz. Tepada xohlovchilar uchun tuxum qo'ygan, tuxum qo'yganlari bor. Tuxum qo'ygani, tuxumi bilan olaman, dublonkasi bilan deganlar uchun tuxum bilan ham sotaveramiz. Buni narxi $250 bo'ladi. Tuxum qo'yganligi uchun $50 qo'shilib $300 ga beramiz. Dublonkasi alohida 200 ming so'm bo'ladi. Tushunarli aka. Bunisida tuxum qo'yganlari bor. Bunisidan xohlaganlar uchun. Aratinkalarimizni xonasini yorib qilib chiqardik. Ular ham ishlashga tayyor qushlar, harakat qilib turgan. Ovozi juda qattiqroq, lekin juda chiroyli. Odamdan qo'rqmaydigan o'yin-qaroq qush, tuxumga tayyor, harakat qilib turgan qushlar bular. Narxini $450 deyapmiz, kelishtirib beramiz buni. Kelishadigan joyi bor. Akamiz yana bitta xonaga olib kirdilar, Bitta pepsilarimiz bor, Rubin pepsilar, ishlagan, bola bergan ishonchli qushlar hammasi. Ularning ham narxi $130, $120 shunaqa. Bular pepsi lutinalari, rubinlari. Bular 2 para rubini bor, bitta dona nari addenli bor. Mana yerda oqi bor. Pepsida oqi bor. Bu ham noyobroq hisoblanadi. Bu ham ishlab bola bergan. Hozirgi paytda damda, lekin xudo xolasa ishlashga tayyor. Tullovlari yetib, juda chiroyli bo'lib turibdi. Sizga kelishgan razmerlari kattasi. Buni narxi $400 kelishtirib beramiz. Tushunarli aka. Hozir mana o'zga hamma qushlarni ko'rib chiqdi-ya. Xudo xolasa ko'rdik hammasini. Kimga qanaqa qush zaril bo'lsa, menga bunaqa qush kerak edi desa, katta qushlardan asosan mayda qushlar bilan uncha shug'ullanmaymiz. Endi imkon qadar topib berishga harakat qilamiz. Asosan katta qushlardan menga bunaqa qush kerak desa, topib berishga harakat qilamiz. Xohlasa ruchnoydan, xohlasa ishlagan parasdan, xohlasa yangi parasdan topib berishga harakat qilamiz. Qadrdonlar, hozir kelganimizda bitta ari yo'q ekan. Undan adashmasam, undan ham keladi. Undan ham keladi. Undan ham agar zakaz bo'lsa, o'sha qilib beramiz, xudo xolasa. Chiroyli. Xohlasa yangi parasidan, xohlasa ishlagan parasidan qilib beramiz, xudo xolasa undan ham. Qadrdonlar, ko'rib turganimizdek har xil qushlarning arzonini qipchiqli, ma'qul kelgan bo'lsa, kommentda fikrlaringizni qoldiraverasizlar. Galechkani bosinglar, podpisatsiyani urib qo'yinglar va bizni kuzatib boringlar.